Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari va obunachilari. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xolasa Qo'rg'ontepani uzun ko'cha degan joyiga yetib, inshaalloh ishlarini qo'yib keldi. Bu akamizni ikkinchi xonadoni o'rnatdik. Ikkinchi oshxona mebelini, birinchi oshxona mebelini 1 yil avval o'rnatgan edik. Keyin keyingi oshxona mebelim deb qilgan edi. Bir chekkadan boshlayman. Bu yog'i burib qirib, u yog'i 3 metr. Общий puli 12.700 ming so'm gaz vitishkadan tashqari. Obunachilar, qimmat mo'yka, shushulka va kargo lari bilan chiroyli holatda qilib berdik. Inshaalloh kimgadir nasib qilgan bo'lsa, mayitdan xolodilnik tepasini bonus qildik. Endi bitta tarafini aytaman, mayitga endi ariston qo'yaman uka dedi. Aristonini keyin olib o'zim qo'yib olaman dedi. Polkalarini ham полный резинный kronka hamma yo'g'i. Xudo xolasa rossiyskiy stanitsa mana o'zini holati. Kimgadir keyin qanaqa mebel kerak bo'lsa, Azbe mebelga telefon qilsanglar, Xudo xolasa mana shu nomerga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqsanglar. Qanaqa holat bo'lsa, chiroyli holatda qilib yasab beramiz. Yerdan balandligi 2.60.